Avvalambor assalomu alaykum o'rtoqlar. Bu videomizni ibrat uchun olinyapti, riyo uchun emas. Bilasizlar, juda ham ko'p biz qabristonda video olamiz, lekin qabristonda juda ham ko'p qabrlarni qarovsiz qolib ketganini ko'rib, bizning dilimizga xira bo'ldi. Nima haqida gapiryapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, yo'qni o'zingiz ko'rib olasizlar. Yenga olmasang kelganda g'aming, qabristonga bir bor borib ko'r. Yer uzun sen yerdan tamamin, kibrlanib ketsa zamoning. O'rtoqlar, mana buni qaraylik, yo'q ketgan qabrlar ham bor ekan, toshi bor, lekin anaqasi yo'q. Shularni hozir tiklab qo'yamiz. Menimcha yaqingina qabrdan xabar olib turganingiz yaxshi. O'rtoqlar, bitta rossiyalik blogerimizga chiqib turib poyga qilaman, 500 ming dollar, 1 million dollar desa, butun O'zbekiston, yosh u qari, kichkina, katta hammalar